Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 26-fevral, xudo xolasa, Samarqand viloyatidan Qashqadaryo viloyatiga yetib keldik. Qashqadaryo Muborak tumani, mana Muborak gazdi orqa tarafi. Mana shu yerga ko'chma do'kon qurib berdik. Oldin ishlatib yurgan do'koni mana bu. Mana biz yangi qurib berdik, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narxlari to'liq obzor qilib beraman. Xo'p, oldidan boshlaylik. Oldi alyumin profil, shishalar 4lik, qoshlar ponli, tunikafondan ishlangan. Rama asosiy qismi mana 8 ga 8 profil. Oldilar mana 2 metr afshifka yopiq, tunikafondan qilingan. Yaqinroqki. Profil qalini 8 ga 8 profil. Yoni antrazit tunika, zanglamaydigan, chirimaydigan, xudo xolasa. Juda ham baquvvat tunika. Ichlari ham utiplit qilingan 100%, tamom. Devorlar ham utiplit qilingan. Xo'p. Ichlariga kirsak. Polimiz MDF 5 tonna yukka garantiya beraman. 5 tonna yukni bemalol ko'tarib beradi. Pirlavkalar temir pirlavka. Devorlar MDF devor, mana MDF devor. Tepa plastik, tepalar ham utiplit qilingan 100%. Xullas, общий 39 million so'mga tushdi bu do'konimiz, pirlavkalar bilan birga komplekt. Do'konni o'zi 36 million so'm, 3 million so'm pirlavka baholasa. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, respublika bo'ylab, ya'ni 12 ta viloyatga dastavka ustanovka bor. Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham dastavka ustanovkamiz bor. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqavringlar, kelishtirib dastavka ustanovka qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salom.